Türkiye'nin erginel giyimleri geldi. Kim olacak? Assalomualaikum. Nima sotyapsan uka? Kim satacak mı? Olacak mısın? Sen Türk müsün yo Xorazmdanmi? Qayerda? Türk mü? Türk balası mı? Ha, Xorazmchaga o'xshab ketyapti-da. Ha, nima sotyapsan? Sportifkeler var abi. Burada bende ber erginel, Turitski. Turetskiy malmi? Hava. Yana nelaring bor? Yine bende de ikkita sportifke var. Erginel sexning mahsulotları. Alacak mısın? Arzon qilib verecek mi? Necha pul? Isming nima o'zi sani? Benim ismim Kemal. Qancha qilib berasan Kamoljon? Bunu senge de 2 tane kaldı. 100'den qilib verecek mi? Xorazmchaga tortyapti. Mayli, $200 bo'ladimi? 200'ge verecek mi? Samolyotim uçacak. Tez ketecek mi abi? Lekin Türk mollari haqiqatan qimmat bo'ladi. Buni olib bir qo'shnilarimni kuydirayda. Bo'ldi, olajan. Benge qara. Yana bir tane futbolga qal. $50'ga verecek mi? Ahirgisi. Oxirgisi bo'lgani uchun, ha? Ahirgisini verecek. Bo'ldi, olajan. Pulni verecek misin? Hozir olib chiqadi. Firdavs pulni olib chiq, $250 ayani pensiyasini. Uçmadı mı samolyot? Hozir uchmasdan tursin. Bo'la qil. Ha, bo'ldi, bana chiqadi. Rayim, sal kech qolding-da jiyan. Nimaga tog'a? Bir turk yigit keldi, ismi Kemal ekan. Mana shu ustundagi sportkacha qanday? Kuydiryaptimi? Zo'r lekin sportgacha. $100 ga menga shunday berib ketdi. $100? Ha. Tog'a sal qimmat olibsiz-da. Nimaga bu Turetskiy jinni? 195 mingga xuddi shundan oldim Inbazardan. Ayog'i Inbazarda boshqachadir-da. Yo, rostdan xuddi shunaqa. Men futbolkani qanchaga oldingiz? Buni $50 ga berdi.